Sportsevar qalblar Nigora Ashurovani chin ma'nodagi mahoratli ustoz, fidoyi pedagog deyish mumkin. Jasoratli qalb sohibasi chekka bir qishloqda katta orzularini amalga oshirdi. U Boyovut tumanidagi 8-umumiy o'rta ta'lim maktabida hamda Boyovut tumanidagi 1-sonli sport maktabida qizlar futboli bo'yicha mahorat maktabini yarata oldi. Barcha qiyinchiliklarni, to'siqlarni matonati va bardoshi ila yengib o'tgan murabbiy dovyurak qizlari bilan sport sahifalariga futbolning yangi afsonalarini yozmoqda. Bugun Nigora Ashurova boshchiligida 50 nafarga yaqin qizlar futbol sirlarini o'rganishmoqda. Hayot o'zi meni pedagog qildi. Hayotni o'zi menga yo'l ko'rsatdi. Men azaldan yoshligimdan sportni yaxshi ko'rganman. Dadam Yo'ldosh aka Ashurov shu maktabda ishlayotgan maktabda 8-maktabda salkam 40 yil maktab direktori bo'lganlar. Onam 38 yil o'qituvchi bo'lganlar. Ulardan men o'rnak oldim. Ularning tarbiyasini oldim. O'shalar meni birinchi ustozlarim deb bilaman. Maktabda ham, uyda ham har tomonlama menga yo'l yo'riqni ko'rsatgan ota-onam bo'ladi. O'qituvchi bilasizmi, aktyor bo'lish kerak. O'qituvchi psixolog bo'lish kerak. O'qituvchi talabchan bo'lish kerak. O'qituvchi mehribon bo'lish kerak. Men faqat qizlarga sportni o'rgatmayman, faqat futbol musobaqasini o'tmayman, ularga tarbiya ham o'taman. Dastlabki faoliyatini kichik bir to'garakdan boshlagan shug'ullanuvchilar endilikda O'zbekiston futbol terma jamoasida to'p surmoqda. O'yin vaqtida umuman o'zingizda bo'lmaysiz. Nima bo'lar ekan? Hozir darvozaga gol kirib ketmasmikan? O'tkazib yubormasmikan? Hisob nima bo'lar ekan deb har bitta o'yinchini oyog'iga, o'yinchi qizimning oyog'iga to'p borganda har bittasida bir marta hayajon ko'tarilib tushadi. Har bir musobaqada men katta yurak bilan borishimga to'g'ri keladi. 12 yoshlilarim ham futzalda birinchi o'rinda oldi. 14 yoshlilarim ham katta o'yinda birinchi o'rinda oldi. Olov qalbli murabbiyning izdoshlari ana shunday kamol topmoqda. Ularning shiori shunday: Sirdaryo futbol tarixida yangi, betakror va jozibali gollar orqali iz qoldirish. Nigora Ashurova ko'plab jasorat sohibalarini tarbiyalayotgan metindek iroda hamda matonat egasidir.